Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana shu ko'rib turgan Tracker LS sotiladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, 108 ming probeg. 4 ta diska balonlar qo'yilgan, parok oldi ablisopga. Eng qizig'i qadrdonlar, $7000 pulinglar bo'lsa, variantga 2 yilga $400 uzib olishga beramiz deb aytib o'tishyapti. O'zga, xudo xolasa. O'zimizga foizmi? Foizlarsiz. Mana faralarni ham originaldan qo'ydirganman. Oldi faralarda ham led faralarda qo'ydirishgan ekan o'zlari. Qadrdonlarim, mana balonlarga keladigan bo'lsak, holati, paroglari chexollar qilingan. Nakitga deb beramizmi? Mana yaxshisidan xudo xolasa. Salonlari oldi mana torpedalarigacha tashab qo'yishgan chiroyli qilib. 4-avlod propan joylashtirib qo'yilgan mashinaga qadrdonlarim, balonlari 63 talik. 63 talik. Qancha yuradi aka shu to'ldirsak? Bir Toshkentga borib keldim, o'chmadi-yu. O'chmadi? Voy mana deb. Toshkentga borib kelibdi, o'chmabdi. Yo'lga tushmadi-da bu mashina. Eng qizig'i qadrdonlar dehqonlaridan, egalaridan maza qilib Generalni xohlagan damingiz chiqadi. qilib beramiz aka. 7000 bo'lsa $400 2 yilga, xudo xolasa. 16600. Общий summa shunaqa bo'ladi. 16600 bo'ladi. Bo'laveradi. Aloqaga chiqamiz. Telefon raqamingiz 95lik 089 1090 raqamiga aloqaga chiqishadi. Barterga bir boshlang'ich to'loviga Sparkmi? Spark avtomat bo'lsa, Xo'p, bo'lsa Nexus 3000 bo'lsa kelishaveramiz. kelishaveramiz-a, plus minusi kelishilinadi. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Dehqonchilik egalaridan $7000 pulinglar bo'lsa, mashinani ham mo'ga ham qilishmabdi, tayyor. Chiqimi yo'q, qadavoy, hamma yo'q. Hamma sistemalari xudo xolasa go'zal deb aytib o'tishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bosamiz gazini.